uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasi tashabbusi bilan universitetimizda Zakovat intellektual o'yini tashkil etilmoqda va jarayon qizg'in ketmoqda. Barcha ishtirokchilar faollik bilan ishtirok etishyapti. Jamoalarda a'lo kayfiyat ko'rmoqdamiz. Ayni paytda 3 ta fakultetdan 5 ta jamoa ishtirok etishyapti va barcha jamoalarning ballari hisoblanib, sovrinlar qo'yilgan. Bu sovrinlar vaucherlar ko'rinishida tashkil etilgan va g'olib jamoalarga 1 darajali diplom, 2 darajali diplom, 3 darajali diplom va hamda shu bilan birga eng zuko talaba nominatsiyalari e'lon qilingan. O'ylaymizki, Zakovat intellektual o'yini ko'ngildagidek o'tadi.